Assalomu alaykum azizlarim. Mana men hozir o'zimning tariximni aytib bersam, yoshim o'zimni tanishtiray. Abduqodirova Marhamat, 68 yoshdaman. Bu yil juda ko'p kasal bo'ldim. Birinchi ko'zim operatsiyasi bo'ldi, undan keyin davleniya bo'lib qoldim. Davleniyaga keyin doktorga olib borishdi. Nerpatolog, kardiolog, revmatolog hammasi o'zining dorisini yozishdi. O'shalarni ichishni boshladim. Menda o'zi gepatit C bor edi. Endi ular meni jigarimga ta'sir qildi. 16 mahal dori ichardim. Keyin oxir ko'nglim aynab ovqat icholmay, ovqat yeyolmay qolgandan keyin kamaytirdim. Ovqat yeyolmay qolgandan keyin doktorlarga bordim. Mana shu dorilarni sal kamaytirib berasizlar, menga yomon ta'sir qilyapti dedim. Endi kimyoviy dorilarni bilasizlar-ku. Shuni undan keyin ular aytishdiki, yo'q undan emas, qoningiz kamaygan bo'lsa kerak deyishdi. Lekin borib qonimni tekshirtirsam 100 chiqdi. 100 da unaqa ovqat yeyolmay qolishi kerak emas-da odam. Keyin borib aytgunimcha men o'zi yotib qoldim. O'zi borishga qolim qolmadi. Oxiri keyin bolalarim butun meni doktor olib yurishdi. Oxiri 16 больницаga olib borishdi. U yerda tekshirib, sirroz pechin rivojlanibdi, ozgina o'tkazibsizlar. Dedi-da 6-больницаga yozib berishdi, Beshog'ochdagi. O'tga bolalarim yana olib borishdi. Olib borishuvdi, xolamda Covid ham borga o'xshayapti dedi. Bolalarim aytdi, Covid chiqmadi, hamma narsa tekshirib bo'ldik 16-больницада dedi. Ular aytdiki, yo'q, qonda ham bo'lishi mumkin. Burunda 2 kun yashaydi atiga dedi. Shundan keyin yana qaytib bordik. Zangataga jo'natishdi. Agar chiqmasa, keling biz sirrozni davolaymiz deydi. Keyin Zangataga qondan chiqqandan keyin yotdim 15 kun. Shunaqa qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin ikkita oyog'im shunaqa og'rigan bo'lib qoldi. Cho'loq bo'lib qoldim. Keyin kimdir menga maslahat berdi. Mehrgiyoga boring. Mehrgiyoda o'sha mazlari bor, ichadigan narsalar oyog'ingiz yaxshi bo'lib ketadi deydi. Borib olib keldim, mazlarni ham surdim. Hech qanaqa foyda ko'rmadim. Balki kimlargadir foyda berar, lekin bilmayman. Mendan hech qanaqa o'zgarish bo'lmagandan keyin men aytdim, yana men sirrozga endi больницаga yotamanmi, yotmayman. O'z Zangatada 15 kun yotib kelganim yetadi deb bormadim. Keyin qo'shnimnikiga chiqib qoldim. Qo'shnimnikiga chiqqanda ular sinalari mashindan davolanayotgan ekan, nano balzamlardan. Siz ham nano balzam ichsangiz bo'lar ekan, oyog'ingiz yaxshi yurmayapti-yu dedilar. Keyin nima u nano balzam? Tushunmadim boshida. Lekin keyin qizimga aytdim, qizim internetdan topib, "Oyi, agar shu rost bo'lsa" dedi, "mo'jiza ekan bu narsa" dedi. "Qarang" dedi, "qancha narsani sizga yuborganman, oyoq tuzalganlar" dedi. Keyin men o'qib hayron bo'ldim, qidirib o'zim topib keldim shu yerga. Topib kelib, endi mana Sanobar hozir men nastavligim o'shalar hozir yordam beryaptilar, olib ichgandan keyin Xudoga shukr, hozir arqonam sakrayapman. Yurolmaydigan odam, shunaqa yaxshi bo'lib ketdim, ishtahalarim ochildi. O'zimda qanaqadir kuch paydo bo'ldi. Hamma ishimni hozir bemalol, даже men o'sha yerda o'limni bo'ynimga olib qo'ydim-da. O'tirishga ham holim yo'q edi. Meni katalkada olib yurishdi-da. Yo'q, hozir yaxshiman, Xudoga shukr. Bu mo'jiza narsalar ekan. Juda ham aqol qoldi. Mana hozir endi boshqalarga yordam berish uchun harakat qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Hammanglar